Akalar mana zotga boqamiz degan akalarimiz uchun mana yerdan balandligi 95 plus ekan. Akalar Qo'chqor bunisi. Bo'ldi 50 dan kam bersin, o'pti. 3.350 mingdan bir joyga. Hammasi bo'ladigan bo'lsa, oddiy bo'ylab Toshkent, Samarqandga. Xo'p, kelib qo'lingizni ushlatsa, xayri bor. Bor aka. Baraka. Assalomu alaykum, Saroy Chorva kanalining aziz obunachilari, hurmatli akalarimiz, ukalarimiz, qadrli qo'y, qo'zi ishqibozlari. Akalar, mana bugun obunachilar uchun bugun arzonidan arzonni qidirib topib keldik. Akalar, bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idagi Optimchi Qahramon ukamizni mini qo'y fermalariga kelganmiz. Qahramon, salomat, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, suyimsiz? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa kanalda yangimiz, mehmonmiz. Xudo xolasa meni taniganlar biladi. Arzon qo'yamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lib turishsa, bundan ham arzonlar qo'yib beraveramiz. Gap yo'q. Qahramon aka birinchisiga ozgina, sozgina ekan. Soni nechta aka? Soni 9 bosh aka. 9 bosh, bari Qo'chqor. Hammasi Qo'chqor variantidan. Xudo xolasa. Yosh oyliklari qanaqa Qahramon? Yosh oyliklari 5 oylik plyusga beramiz aka. 5 oylik plyusga, ya? 5 oylik plyusga beramiz aka. Xo'p, yeb ichlari sinovdan o'tdi aka. Sinovdan o'tgan aka. Mana qorinni qarang. Qorinlarni qarang aka. Dahshat edi. Qadrli obunachilar, rahmat aytishadi hali. Xudo xolasa. Qadrli obunachilar, e'tibor bering. Uzun qo'y oling. Qo'y olishda adashmang. Qo'yni uzunini oling, Xudo xolasa foyda qilasiz. Qo'yni uzunligini qarang, qadrli obunachilar, akalar, ukalar. Akalar, Xudo xolasa boqsangiz foyda qiladigan eti bor. Rosa boquvga tayyor qo'ylar ekan. Xudo xolasa oz-ozdan yem berilsa bo'laveradigan variantlar ekan, Qahramon. Endi berishaveradi bayra, Xudo xolasa. Qarang, qo'yni uzunligini. Dumalari ham kelishganda, yelkasi ham keng. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, oyoq qo'li uzun, beli baquvvat, quloqlari va pashti 99% butun qo'ylar ekan. Akalar, mana shuni oling, baraka topasiz. Baraka topadigan qo'ylar ekan. Qahramon aka, bular yerdan balandligi qanaqa ekan? Bir o'lchab ko'rdingizmi? Xo'p, 70 plus minusga beraylik, baribir. 70 plus minusga, ya? O'sha telefon qilishadi, "Mana qo'yim yo'qdi, hammasini bir o'lchab ber" desa, bemalol o'lchab beraman. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, o'zi ozgina, sozgina ekan. Shu qo'rangizda qo'yingiz bo'shadimi, qo'yingizni sotdingizmi qurbonlikka yoki qurbonlik qildingizmi? Mana sizga zo'r variant. Xo'p, Qahramon aka 5 oylik plyusga olishadi. Gap yo'q. Xo'p, soni ham unaqa ortiqcha ko'p emas ekan. Xo'p, narxini qanchadan qo'yib beramiz aka? Narxini qulay qilamiz aka. Qanchadan qo'yib beramiz? Buni hammasini bir joyga olsa, chiroyli qilib dasturkasi bilan birgalikda keling 4 million emas, 38 dan emas, 3.700 dan qo'yaylik. 3.700 dan. 3.700. Qahramon qo'ylar zo'r aka. Xudo xolasa. Gap yo'q. Qo'ylarni ya narxini zo'r aytdingiz. Lekin bizning kanalimiz hali yangi aka. Biz obunachilar uchun shu qo'ylarni sifatlilarini, arzonlarini chiqaryapmiz aka. Bu qo'yni qarang. 3.700 mingga arziydi asli aka. 3.700 mingga arziydi, zo'r. Lekin bizning kanalimiz uchun, bizning kanalimiz rivoji uchun yengilroq qo'ying. Bo'ldi, yana 100 dan o'taman. 3.600 dan. Yana 100 dan. Gap yo'q. Qani qo'lda beringchi? Bizning obunachilar uchun yana 100 o'ting bo'ldi. Boshqa so'ramayman. 3.5 dan qo'yaylik shu qo'ylarni. Uka, Xudo xolasa ozda baraka. Aka, faqat shu mana shu kanaldan telefon qilyapman. Bahrojim tasdiq qiladi deyiladigan bo'lsa, mana 3.500 mingdan jami baraka topsin. Qadrli obunachilar, mana narxini 3.5 million so'mga tushirib qo'ydik. Beli baquvvat, oyoq qo'li uzun, haqiqiy kashtan qo'ylar ekan, hisori qo'ylar ekan. Xudo xolasa olasiz, baraka topasiz. Telefon qiling, ekran ostidagi nomerlar Qahramon ukamizning nomerlari. Qahramon uka, onlayn savdolar ham bor, Xudo xolasa. Bor, aka, onlayn, offlayn hammasi bor. Masofasi uzoq bora olmayman degan akalarimizga iloji boricha qadrli obunachilar kelib ko'ring. Xo'p, mabodo kelishga sharoitingiz bo'lmasa, xo'p, Qahramonda assortiment katta, telefon qilsang, Xudo xolasa ishlang deb bitiradi. Ish bitamiz aka, Xudo xolasa qanaqa qo'y kerak bo'lsa, zakazga ham ish qilaveramiz. Muammo yo'q. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, xo'p, bu birinchi partiyamiz edi. Ekranimizdan, videodan uzoqlashmay turing. Xudo xolasa oldinda yana partiyalarimiz bor. Akalar, ukalar, mana qo'ydi, chaqmog'i chiqdi. Akalar, sog'liq boqaman, o'zidan ko'paytiraman degan aka-ukalarimiz uchun mana qo'ylarda sog'liqlar ekan. Qahramon aka, soni nechta? Soni 16 bosh aka. 16 bosh, bari sog'liq ekan-a? Hammasi sog'liq aka. Xudo xolasa ko'paysin variantlardan. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, mana qo'ydi zo'rlari, liderlari. Akalar, ukalar, mana qo'ydi o'zidan ko'paytirib boqadigan qo'ylar ekan. Xudo xolasa Qahramon buni sentyabr, oktyabr oylariga borib qo'shqa qo'shsa bo'ladigan variantlar ekan. Bemalol. O'sha sentyabrga borib, Xudo xolasa qo'shsin bunga. Chunki, Xudo xolasa ko'payadigan vaqtda yosh oyligi ham yaxshi hozir masalan 5 oylik atrofida bo'lsa, yana 3 oydan keyin qo'shsa 8 oylik qo'y bo'ladi. Bu yirik qo'zi bo'ladi aka, Xudo xolasa. Qadrli obunachilar, mana 5 oylik plyusdagi qo'ylar ekan, Xudo xolasa. Yana 3 oy, 4 oy. Shu aytganimdek sentyabr oyiga borib bemalol Qo'chqor qo'shib qo'ysangiz, Xudo xolasa keyingi yiliga yonida qo'zichog'i bilan boqar ekansiz. Qo'ylar qarang holatini. Qo'ylar ham 70 plyusga chiqadi-da. Akalar, Xudo xolasa
Bu hali o'sadigan holatda bu qo'zilar. Hali bular qo'zi. Boqasiz xudo xolasa bo'yiga ham, eniga ham hamma tomonlama rivojlanadigan qo'zilar ekan, sog'liqlar ekan. Akalar, boqinglar adashmaysizlar. Yo'q. Haqiqiy hisori qo'y ekan. Xudo xolasa hammasi bir mazza qiladigan qo'ylar aka. Qahramon sonini ishlaydi uka buni. Soni 16 bosh. Soni 16 bosh. Yosh oilaga plus 5 oylik plusda ekan. 5 oylik plyusda. Xo'p. Yeb ichlar sinovdan o'tdimi? Bir hafta xotirjam sinab olishni aka. Aha. Yemasa, ichmasa, kasal bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh men ayol almashtirib bermay, pullarni qaytib beraman. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, mana yemoq, ichmog'i sinovdan o'tdi deyapti. Xo'p, yana bir hafta kafolati bilan beraman deyapti. Xudo xolasa. Xo'p, qahramon buni uka narxini qanchadan qo'yib beramiz? Narxini ketdi 3,5 dan qo'yib beraman aka. 3,5 dan. 3,5 milliondan qo'chqor narxida ketaveradi. Yo, qo'chqor sog'liq endi sal yengilroq bo'lsin. Yo, bu yil sog'liq trend bo'lyapti-yu. Sog'liq trend bo'lyapti. Bizga hali uchun sog'liqdan 100 mingdan kam bersin barbar aka. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, xo'p mana 3,5 million so'mdan qo'chqorini o'zingiz ko'rib turibsiz. Hamma kanallarda kuzating. Sog'liqda narxi sal balandroq bo'lyapti. Akalar, ukalar, mana sog'liq olaman deganlarga 34, 3 million 400 ming so'mdan 5 oylik plus qo'zi, xo'p, sog'liqlar ekan. Telefon qiling, ekran ostidagi nomerlar Qahramon ukamizning nomerlari. Qahramon bundan oldingi partiyamizda dastavkasini aytamiz. Uka dastavkasini qayergacha qilib beramiz? Agar hozir qo'yilayotgan narx bo'yicha O'zbekiston bo'ylab qila olmayman, chunki narx yengil bo'lyapti. Yo'l kirasi yordam qilsa O'zbekiston bo'ylab qilaman. Bepul tarzda Samarqandgacha bepul qilamiz. Vodiy bo'ylab Toshkent. Vodiy bo'ylab Samarqand, Toshkent, Samarqandgacha deyapsiz. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha gap yo'q. Qadrli obunachilar, mana imkoniyat, mana sharoit. Hop, uyingizda turib, bitta telefon orqali ishni bitirsangiz bo'ladigan holat. Bunaqa sharoit hozirgi kunda zo'r sharoit. Akalar, ukalar, telefon qiling, ekran ostidagi nomerlarni qaytaramiz. Qahramon ukamizning nomerlari. Telefon qilasiz, xudo xolasa ish bitadi. Telefon qilasiz, ukamizda assortiment katta. Qahramon buni uka bu magazin emas. Yo'q, magazin emas. Bo'ldi, mana 3 telefon qilsa, uka o'tasiz. Yana bir o'tadigan joyda bo'lsa bitta o'ting uka videoga. Yo'q, o'zi bo'ldi 50 dan kam bersin, bo'pti. 3 million 350 mingdan bir joyga. Hammasi bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab Toshkent, Samarqandga. Xo'p, kelib qo'lingizni ushlatsa, xayri bor. Bor aka. Javob barakat toping. Qadrli obunachilar, 3 million 350 ming so'mga tushirdik. Telefon qiling, ukamizni ko'ngli bo'sh. Telefon qilasiz, xudo xolasa, mana narxini kelishtirib beradi. Bizning kanalimizdan keldik sizlarga akalar, ukalar, telefon qilinglar. Xo'p, videodan uzoqlashmanglar, xudo xolasa oldinda yana partiyalarimiz bor. Bu ikkinchi partiyamiz edi. Qadrli obunachilar, mana pensiyadan yiqqan onaxonlarimiz uchun mana ona bola qo'ylar. Onaxonlarimiz qo'yni o'zidan ko'paytiraman, iloji bo'lsa qo'zichog'i bilan bo'lsin degan onaxonlarimiz uchun mana qo'ydi, xudo xolasa ona bolalari. Qahramon uka, bularni yosh oilaga qanaqa? Xo'p, onalar nechtish? Narigisi yana bola, bolasi sog'liq, bu 4 tish. 4 tish. Ha. Bu nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi deb taxmin qilyapman, lekin birinchi bo'lishi ham mumkin. Ha, ikkinchi bolasi. Bu birinchi bolasi. Bu birinchi bolasi. Ikkishga endi hali yordi. Ha, ikki tishga endi yordi. Ha, tishi to'xti. Bolasi qo'shqor aka buni. Bolasi Bolasini qarang. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, mana e'tibor bering. Sifatiga gap yo'q. Qo'zi, qo'zilar ekan, onalari ham sifatli, uzun o'zlari ham kelishgan holatda ekan. Kallalari ham katta-katta. Haqiqiy qo'y bo'ladiganlar ekan. Hali ko'p yil bola olib yuradigan qo'ylar ekan onalari ham. Qahramon uka, bularda narxini qanchadan qo'yib beramiz? Narxini qulay qilamiz aka, o'ta baland bo'lamizda aka. Biz obunachilar uchun yengil qilib qo'yib bering Yengil uka. qilib qo'yib beramiz aka. Shu video 10 ming prosmotr bo'lib ketsa shu bugunda o'zida. Xudo xolasa. Qanchadan qo'yib beramiz, Qahramon? Buni aka, bunisini 8,5, narisini 7 million qo'ysak 15 million 500 ming bo'ladi. Ozmoz kami bor. 15 million 500 ming. Ozmoz kami bor. Yo'q, qadrli obunachilar, zo'r narx bo'ldi. 4 ta qo'yib beryapti aka. 15 million 500 ming so'mga zo'r narx. Mana bunisini 8,5 million hisoblaysizlar, mana bunisini 7 million hisoblaysizlar. Donaboyga aka dedi, 4 milliondan ham to'g'ri kelmaydi. 4 million bo'lganda ham 16 million bo'lardi. 16 million bo'lardi. 15,5 million bersa. To'g'ri. Qahramon uka, ha, qani qo'lda beringchi? Osh yegan qo'ldan bir. Baraka qilaylikchi, obunachilar uchun baraka qilaman uka, xudo xolasa. Xo'p, uka. Bariga bir joyga olishsa, 4 tani. Bo'ldi aka, 100 ming 200 ming qo'ymayman. Mana buni toza 15 million berishadi, bor aka. Yo'q, 15 million emas, 14 million berishadi. Unda 3,5 milliondan to'xtab qoladi-yu. Bo'ldi. 14 million 200 ming so'm berishadi mana. Obunachilar nomidan qo'shib yubordim. 15 million so'm o'zi yaxshi narx Bobur aka. Alik Bahram aka. Xudo xolasa bo'pti mana. Bo'ldi, 500 ming tushing. O'tmaydigan qilaylik. Bo'pti mana buni yana bo'lishini aytib qo'yaman. 14 million 500 ming so'm pul berishadi. Barbar aka. To'xtang, endi 100 ming tushib bering bo'ldi. Boshqa so'ramayman. 100 ming so'm Qahramon. Bunda qanday to'g'ri keladi? Narigi 8 milliondan kamiga sotilmaydi aka. 8 millionga uni bergan bo'lsam, bunasini 6 million 400 ming so'm pul bo'lib qoladi. Yo'q, xudo xolasa obunachilarimiz olishadi, duo qilishadi. Yo'q, obunachilarimiz olishadi, duo qilishadi. Xudo xolasa qo'yingiz qo'rada qolmasin shu bugun. Ha?
Barakasi bo'lsin. Qadrli obunachilar, 14 million 400 ming so'mga tushirib qo'ydik. 4 ta qo'ydi narxini. 4 milliondan so'mdan ham to'g'ri kelmaydi qadrli obunachilar. Shoshiling, ekran ostidagi nomerlar qahramonning nomerlari. Telefon qilasizlar, mana shu 4 ta qo'ydi ona bolani sog'lom yeb ishlar sinovdan o'tgan. Yana bir hafta kavolatini beraman deyapti, dastavkasini. Samarqandgacha qilib beraman deyapti. Akalar, sharoit zo'r. Bosing gaziga. Videodan uzoqlashmay turing, yana oldinda katta zotga boqadigan qo'chqorlarimiz bor. Akalar, mana zotga boqamiz degan akalarimiz uchun mana yerdan balandligi 95 plus ekan. Akalar, qo'chqor bunisi. Bunisini bering metrda, bunisini o'lchaylik. Bunisi akalar g'ochi. Akalar, bunisi 90 plus. Ko'ribsiz? Halol o'lchayapmiz. Qahramon aka, bular qanaqa qo'ylar? Zoti bormi? Xudo xolasa aka, qirg'izlik qo'ylari. Qirg'izistondan o'zimiz bunisini qo'zidorida olganmiz aka. Bunisi o'zlaringiz boqudagi qo'ylaringmi? O'zimiz boqqanmiz bularda, qo'ziligida kichkinalikda kelganmiz. Xudo xolasa endi seleksiya qilaman deganlarga sotamiz aka. Chiroyli qo'y, karbonoslarni ham qarang qo'ydi. Chini ham ko'rsatib qo'ygan shuni. Yoshligiga qanaqa ekan, qani? Ikkichga endi yoryapti aka, qo'ydi qarang. Ikkichi endi yorayotgan variant ekan. Bunisi-chi qahramon? Bunisi 4 ga chiqdi aka mana endi. Bunisi 4 ish. Mana. Hop, bunisi hali tug'maganmi bunisi? Yo'q, yo'q. Bu qo'chqor qo'shilmagan hali. Bunga hali qo'chqor qo'shilmagan. Qo'chqor bitta olib zot olaman desa ham bo'laveradi aka. Gap yo'q. Qorab desa, xudo xolasa maza qilishadi aka qo'ydi. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, mana zotga boqamiz degan aka ukalarimizga mana qo'ydi qo'chqor, yamirg'ochisi ham o'zi bilan birga. Akalar, xudo xolasa topsangiz, olsangiz baraka topadigan qo'y ekan, qarang. Qahramon aka, bularda bo'yi 90 plus 95 plus ekan. Bular narxini qanchadan qo'yib beramiz? O'zingizga dehqonchilik qulay bo'ladi aka. Bitta narsa, buni ishqibozlari ko'p bo'ladi-da. Bitta narsa qilaylik, O'zbekiston bilan dastavkasi bor. Narxini dollar polda qo'ymayman. 1000 dollar yo'q, unaqa narsa. 9 million ham yo'q. Bo'ldi, 8,5 milliondan berishadi. O'zbekiston bo'ylab bepul dastavkasi bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka. Qahramon, shu dehqonchilik ekan uka, yana ham yengillatib bering. Aka, xudo xolasa bizni kichkinaligida ham qimmatroq olganmiz. Lekin mana zo'r katta bo'ldi aka. Bundan buyog'i bu oyoqlarni qarang, qalilligini, baquvvatligini qo'ydi. Oyoqlar vashi baquvvat, akalar. Oyoq qo'li baquvvat, beli baquvvat. Bunaqa otga o'xshab turibdi, akalar. Bu sog'lig'i ham kakana qo'ydi. Sog'lig'ini ham ko'rgan odam qo'chqor deb o'ylaydi. Oldiga kelmaguncha, uzoqdan ko'rgan odam qo'chqor deb o'ylaydi. Qahramon, qani qo'lda bering-chi uka. Bu narxini kelishtiring biz obunachilar uchun uka. Xudo xolasa kanalimizda yangisiz. Shuni tekis qo'yib bering ikkalasini bir joyga. 8,5 milliondan. Bo'ldi, mana 16,5 million bersin hech bo'lmasa aka. 250 ming o'tib beraman. Yo'q, 16 emas, 8 dan 16 million tekis berishsin. 16,5 emas, 16 tekis qilaylik uka. Bahram aka 1000 dollar. Xudo xolasa mana qo'ylaringizni ham shular tortib ketadi uka. Buni olgan odamlar ana ularni ham kelib olib ketsin uka. Deng endi. Bahram aka 1000 dollardan qo'ysam 2000 dollarga oladi buni. Lekin keling, shunaqa, lekin insof bilan-da, Xudo xolasa ozda baraka. Oz xo'ram, hamisha xo'ram deydi-ku. Siz obunachilar. Dehqonchilik ekan. Gap yo'q, baraka toping. Qadrli obunachilar, mana qo'chqorda meni bog' degan variantni. Sog'lig'i ham o'zi bilan, akalar. Aka, bundoq. Tanlab olsa ham bizga ketaveradi. Tanlab olsa ham 8 milliondan beramiz-a? Dastavkasiga qo'shib berishadi xolos. Gap yo'q. Tanlab olsa ham 8 milliondan beraveraman. Yo'l kirasini xohlasa o'zlari qilib ketsin, xohlasin yo'l kirasiga qo'shib bersin. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, e'tibor bering. Bunaqa baquvvat qo'ylar hozirgi kunda topish qiyin zotga. Semirib ketgan, bo'yi pastroq. Bo'yi baland bo'lsa ozg'in bo'ladi. Bu hamma tomonlama ideal qo'ylar ekan. Akalar, sog'lig'ini ham qarang, bola olsangiz, haqiqiy bolani ham o'ziday tug'adigan qo'y ekan. Xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Qadrli obunachilar, bu so'nggi partiyamizda videolarimizdan uzoqlashmang, like bosing, komment yozing. Xudo xolasa, siz aziz obunachilar uchun biz qo'limizdan kelganicha harakat qilyapsiz. Aziz obunachilarni qo'llab-quvvatlashlar bilan shu yergacha keldik. Bundan buyog'iga ham Xudo xolasa dalishga ketamiz. Akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.